Bu challenge'imizda dollarlarimiz tashilib ketdi. Bu challenge'imizda ustalarimiz qatnashyapti. Abdulaziz usta, assalomu alaykum. Qanday challenge deysizmi? Bu albatta qiziq. Kimga qiziq? Qalbi o'lmagan insonlar uchun qiziq. Xo'p, bunisini qo'yib turamiz bu pullarni. Xo'p. O'sha nech pul bo'ldi? 6.560.000. 6.560.000 bo'ldi. Endi qanaqa qilib challenge qiladilar? Challenge'ga men ham qo'shilaman dedilar. Bu challenge'ga juda ko'pchilik, hatto ayollarimizgacha men ham challenge qilaman deganlar bo'ldi. Bizni vaqtimiz kamaygani uchun bular bilan hali biz ko'rishalganimiz yo'q. Endi mana xudo xolasa boshlaymiz. Sizdan boshladik. Ustamiz ish tugatdilar. Nima bo'ldi? Qanday challenge endi? Bu challenge'imiz endi bizdan yordam bo'ladi. Xo'p. Ashuni yarmini qilib beramiz. Hozir teng yarmini shunda nima qilib yuborasizmi? Teng yarmini. Subhanalloh. Siz juda xushyor. Abdulazizlar shunaqa xushyor bo'ladi. Abdulazizlarga jo'natinglar bu videoni. Shunaqa saxiy bo'ladi Abdulazizlar. O'zi jim yurib yuradi, ish tindirib qo'yishadi. Ustalar ham shunaqa bo'ladi. Xo'p, hozir bitta 6.400 6.560.000. 6.560.000 yarmi 3.280.000. Xo'p, bu 1 million 1.780.000. 7 million 1.780.000. 1.5 million olgan edingiz. To'g'risi bilmayman, bir 5 kundan beri deyarli uxlaganim yo'q. Bomdodgacha shu montaj, odamlarga javob berish hamda keyin shu namozdan keyin ozgina 2 soat, 3 soat uxlab yana ishga chiqib ketyapmiz. Buni minnat tariqasida emas. Yozganlarga javob bera olmasam iltimos, yaxshi gumonda bo'lib turing. Bu qurilayotgan uyimiz qishga topshirishimiz kerak. Otasiz mehrga muhtoj bolajonlar bor. Bir xonada hozirda 6 jonmi 7 jon o'tirishibdi. Do'stlar, qarang, shunday holatda 6 jonmi 7 jon o'tiribdi. Mana ustamizni qarang, ehson beradigan odam imkoniyat topar ekan. Katta kichigi bo'lmaydi ehsonda. Oz ehson berishdan uyalmang, balki umuman ehson bermaslikdan uyaling. Alloh rozi bo'lsin. Ukamiz Ajr Somsadagi zo'r qilib challenge uyushtirganlar. Mana challenge davom etyapti. Xudo rozi bo'lsin. Malades ukam. Xudo xolasa davomiy bo'lsin. Mana ko'rib turibsizlar, pollari bo'ldi, pataloylari juda zamonaviy holatda bo'ldi. Endi bitta narsa, challenge'ga qatnashardim, lekin meni ishim yo'q, imkonim yo'q deyotgan odamlar boy bo'lib ketishdi, zo'r yo'li bor. Qanday boy bo'lib ketish? Nahot shu videoda ko'ryapsiz, ha? Bitta like bosib qo'ya olmaysizmi? Qalbingizni qanaqaligini bilib olishda yo'li bitta like bosing, ana qalbingiz shunaqangiz yetim bolalar uyi va shunaqa nogiron bemorlarga xizmat qilishlar ko'p bo'lsin, saxiylar ko'paysin degan odam bitta like bosib qo'yadi. Kommentariyada bitta duo qilib qo'yadi. Qani ustalarga jo'natamiz va Abdulazizlarga jo'natamiz. Kim challenge'ga qatnashadi? Kommentariyada kutib qolamiz. Rahmat hammalaringizga. To'xtab turing, to'xtang. Bu pulni gapirmayapmiz. Bir akamiz ham hozirda $200 shu ehson olib kelib berib ketdilar. Xudo rozi bo'lsin. Bu 3 millionni ham ukamiz bor. Doimiy ehson qilishga odatlanganlar. Endi bu pullarni hozir batga oladigan narsalarimiz bor. Otasiz bolajonlarni va shunaqangiz yoshi ulug' duogo'y onalarimizni, bemorlarimizni bir ozgina bo'lsa ham xursandchiligiga sabab bo'laman deyotganlar. Kartamizga qo'lingizdan kelgancha ehson qiling.